Ushbu film O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining 2684-sonli tavsiya xati asosida tayyorlandi. Sen o'lasan. O'zing ham, xotining ham, o'g'ling Ammor ham yoki Muhammadning e'tiqodidan qaytib, Lot va Uzzoga ibodat qilasizlar. Allohdan o'zga xudo yo'qligiga va Muhammad Allohning elchisi ekanligiga iymon keltiraman. Seni o'ldiraman. Joningni so'rib olaman. Xudoyim men uchun qasos oladi. Xudoyim seni jazolaydi. Nima deding? Endi tamomsan. Muhammadni va uning e'tiqodini taqirla. Hech qachon bunday qilmayman. Seni o'ldiraman. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad Allohning elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Unda o'l. Seni o'raga tashlayman. Azoblanib o'lasan. O'radan kengligi yer va osmondan kattaroq bo'lgan jannatga ketaman. Ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh. Islomdagi begunoh shahid bo'lgan birinchi ayolsiz. Alloh sizni rahmatiga olsin. Muhammadga ishonma. Bo'lmasa xotiningga ergashib ketasan. Alloh yo'lida jon berib, Parvardigorimning huzuriga ketaman. Xudoyim meni jannatga ravona qiladi. Sen esa Nima men? Sen qilayotgan gunohlaring uchun jannatga tushib do'zax o'tida qovurilasan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa Abu Jahl boshchiligidagi mushriklar qiynoqqa solayotgan Yosir va uning oilasini qayg'u va ta'assuf bilan kuzatardilar. Ularga dedilarki: "Ey Yosir oilasi, sabr qiling. Chindan ham sizlarga jannat va'da qilingan." Nega ortga qaytmayapsan? Nima uchun? Uning oldiga borib: "Ey Muhammad, nega chaqiryapsan?" deb so'radim. Shunda u: "Men sherigi yo'q yagona Allohni tan olishga chaqiryapman. Muhammad uning quli va elchisidir" dedi. Men unga ishondim va Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad Allohning rasuli ekanligiga iymon keltirdim. Alloh siz va akalarimning qalbini ishonch uchun ochadi deb umid qilaman. Meni tinch qo'ying. Mahshar kunida sizlarning yoningizda turmayman. Ota, meni nima qilsangiz ixtiyoringiz. Xohlaganingizni qiling. Jonim tasarrufida bo'lgan zot bilan qasam ichamanki, hatto qiymalab tashlasangiz ham Allohga va uning rasuliga bo'lgan e'tiqodimdan qaytmayman. Hech qachon unday qilmayman. Mening o'limim yaqinlashyapti, ammo men qo'rqmayman. Allohning yo'li men uchun qo'rqinchli emas. Men faqatgina Parvardigorimning roziligini xohlayman. Abul Hakam, Yosir oilasini nima qilding? Ular o'lishdi. Ularning o'g'lini esa e'tiqodidan qaytardim. Sen ham qayt. Bu hali Muhammadga bo'lgan e'tiqodidan qaytmadimi?
ammo qaytadi. Yosir oilasini quvib yeta qolsin. Hechqisi yo'q. U Muhammadga ergashishdan to'xtaydi. Ya'ni mening qulim bo'lib itoat qiladi. Alloh yagona. Alloh yagona. Alloh yagona. Yosir oilasi jannatga tushganingiz bilan tabriklayman. Bu Allohning elchisi. Allohning dushmanlari qiynoqlar yordamida meni e'tiqodimdan qaytarishdi. Men chiday olmadim va siz haqingizda aytishni xohlamagan so'zlarni aytib yubordim. Payg'ambarimiz yuragingda nima borligini so'rayaptilar. Mustahkam ishonch bor. Ey Allohning elchisi, O'lgan la'nati shayton yomonligidan Alloh panohini so'rayman. Farishtalar ularning jonlarini o'zlariga zulm qilgan hollarida olgandir. Ular hech bir yomonlik qilmagan edik deya taslim bo'lurlar. Ularga aytadilar: "Yo'q, albatta Alloh nima amal qilib yurganingizni bilguvchi zotdir. Bas jahannam eshiklaridan unda abadiy qolguvchi bo'lgan holingizda kiring. Bas mutakabbirlarning qaytar joyi qandoq ham yomon va taqvo qilganlarga Robbingiz nimani nozil qildi deyildi. Ular yaxshilikni dedilar. Chiroyli amallar qilganlar uchun bu dunyoda chiroyli mukofot bordir. Albatta oxirat diyori yaxshiroqdir. Robbilarning diyori naqadar ajoyib, u adn jannatlaridir. Ularga kirganlarida ostilarida anhorlar oqib turar. Ular uchun u yerda istalgan narsalari bor. Alloh taqvodorlarni ana shunday mukofotlar. Farishtalar ularning jonlarini pok hollarida ola turib, sizlarga salom bo'lsin. Qilgan ishlaringiz uchun jannatga kiring derlar. Muhammadga ishonma. Alloh guvoh, men e'tiqodimdan qaytmayman. Muhammadga ishonma. Alloh guvoh, Alloh menga iymon berganidan so'ng aslo g'ayridim bo'lmayman. E'tiqodingdan qaytasan. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammadga ishonma. Muhammad Allohning rasulidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Xolid, nima bo'ldi? Hech nima. Balki yaxshi uxlolmaganim uchun shunday bo'layotgandir. Qayerda uxlading o'zi? Alloh meni o'zining haqiqiy e'tiqodi yo'liga va Rasulullohga yo'naltirganidan beri uxlolmay qoldim va boshqa hech narsani sezmayapman. Alloh e'tiqodingni mustahkamlasin va tani joningni sog' qilsin. Onam menga bu dunyoning boyligi, johilligi, shuhrati va o'z e'tiqodimdan birini tanlashni buyurdilar. Men o'z e'tiqodimni va kambag'allikni tanladim. Mana, jaziramaga chidab, Makka tog'larida uxlayapman. Xolid, o'zingchi? Otam menga kiyimlarimni va taom ham bermay uydan haydab chiqardilar. Akalarimga men bilan gaplashishni va aloqada bo'lishni taqiqladilar. Men ham sendek yo'l tutdim. Qodir Alloh bizga yaxshilikni ravo ko'radi. Shuning uchun ham bizni islom bilan baxtiyor qilgan. U aytadiki: "Batahqiq biz har bir ummatga Allohga ibodat qiling va tog'utdan chetlaning" deb payg'ambar yuborganmiz. Bas ulardan ba'zilarini Alloh hidoyat qildi. Ba'zilariga esa zalolat haq bo'ldi. Bas yer yuzida sayr qilib yurib yolg'onga chaqiruvchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar soling. Biz qudratli Qurayshiylarning avlodlarimiz. Aynan shu narsa og'ir paytlarda bizni hujumlardan va azoblardan asraydi. Shu sababli na Ibn Asad, na Ibn Hishom, na Umayya ibn Xalaf bizga yomonlik qilishga botina olishmaydi. Biz eng obro'li Qurayshiylar asl Ibn Umayya va Abduddor ibn Qusay urug'ining farzandlarimiz. Yosir oilasi, Xattob ibn Ard, Bilol, Suhayb kabi qashshoq birodarlarimiz
va zaifa ayollar esa ularni qanday qiynoqlarga solishdi-ya. Ular chidagan qiynoqlarga biz dosh bera olarmidik? Ey Alloh, azoblarini yengillashtir. Hozircha bunday qilishimizga ruxsat berilmagan, aks holda albatta shunday qilardik. Xo'y musulmonlar! Xo'y musulmonlar! Ey Rasululloh, bizni kuchli azoblarga giriftor qilishmoqda. Biz uchun Allohdan azoblarimizni yengillashtirishini so'rasangiz bo'larmidi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Sallallohu alayhi va sallam. Sizlardan ham oldin zulmga duchor bo'lganlar bor. Ularni qattiq qiynashgan, temir ilgaklar bilan etini suyagidan shilib olishgan. Ammo ular e'tiqodidan qaytishmagan. Alloh va e'tiqodi haqqi barchasiga chidashgan. Bas, siz ham chidang. Sabrlilar uchun jannat tayyorlab qo'yilgan. Ha, men ham chidayman. Allohning o'zi dahriylarning jazosini bersin. Xolid, uni ko'rdingmi? Menda bir nechta xurmo bor. Yeb ol, qorning ochgandir axir. Yaxshisi Xubobga ber. Unga zarurroq. Alloh yagona. Alloh yagona. Allohdan xoh. Alloh yagona. Alloh yagona. Alloh nomi bilan qasam ichamanki, kallangni urib yoraman. Alloh yagona. Alloh bitta. To'xta Ibn Xalaf. Naqadar tosh yurak ekansan-a. Nahotki bir bechoraga achinmayotgan bo'lsang, O'zing yo'ldan aynitgansan, endi o'zing qutqar. qutqaraman ham. Uni sendan sotib olaman. Narxini ayt va men birodarim Bilolni olib ketaman. Roziman. Olaver. Oy Bilol, Alloh haqqi seni ozod qilaman. Ey Abu Bakr, Xudo haqqi, agar boshqa odam bo'lganingda, seni ham Habash Biloldek qiynoqlarga solgan bo'lardim. Boshqa bunday qilma. Qalbing gunohlarga to'lib ketibdi. Ey Abu Bakr, meni va boshqa ojiz musulmonlarni qo'llaganing uchun Alloh seni yarlaqasin. Ey Alloh, qalbimizdagi ishonchimizni mustahkam qil. O'zing marhamatli, shafqatlisan. Xo'y xutba. Xo'y Xutayba. Gaplarimni yaxshilab eshitinglar. Sizlar mening o'g'illarimsiz. Muhammad meni va onangizni tahqirlovchi sura osmondan tushganini ta'kidlayapti. Makka aholisi esa bizlarni mazaxlab Muhammad Allohning so'zlarini qaytarayotganini aytishyapti. Abu Lahabning ikki qo'li halok bo'lsin, halok. Unga moli va kasb qilgan narsalari foyda bermadi. U tezda cho'g'i qizib turgan o'tga kiradur. Va uning o'tin ko'targan xotini ham. Uning bo'ynida eshilgan arqon. Lot va Uzzo bilan qasam ichamanki, agar hoziroq Muhammadni qizlariga taloq bermasangiz, sizlarni o'g'lim demayman. Sizlarni oq qilaman. Boringlar.
Ummu Jamil, nima bu? Muhammad qani? Qurayshiylar, nima qilyapsizlar? Alloh rasulining uyiga yantoq otyapsizmi? Sho'ringiz qursin. Abdumannaf oilasi, sizlar qanday qo'shnisiz? Qanday qo'shnilarsiz? Muhammad qani? Soxta payg'ambaring qani? Lot haqqi meni mazaxlagani uchun mana bu tosh bilan boshini urib yoraman. Ummu Jamil, o'zingizni bosing. Ey amakimni xotini. Sizni va eringizni nima Allohdan uzoqlashtirdi? Rasulullohga yomonlik qilishni ko'zlab keldingizmi? Mana u qarshingizda turibdi, ammo Alloh ko'zingiz uni ko'rishga izn bermayapti. Unga va uning oilasiga nisbatan qilgan shuncha yovuzliklaringiz yetarli emasmi? O'g'illaringiz Xutba va Xutaybani majburlab, uning qizlaridan ajratib olganingiz kifoya bo'lmadimi? Jafar jiyanginam nimalar deyapsan o'zi? Lot haqqi ont ichamanki, sen amakivachchang bizga kulfat keltirdi. Qurayshiylarni bir-biriga qarshi gijgijladi. Bizni butlarimizni tahqirladi. Bu ham yetmaganidek, Alloh unga o'zining kitobida meni va xotinimni qoralovchi so'zlar tushirganini aytayapti. Amaki, o'zingizni qo'lga oling. Siz juda ham toshbag'ir ekansiz. Haqiqat yo'lda juda ham uzoqlashib ketibsiz. Rasululloh sizni ogohlantirish uchun chiqdilar, ammo siz Qurayshiylar qarshisida baqira boshladingiz. Sizni kuningiz bitta amaki. Alloh o'zining kitobida umringiz oxiriga qadar sharmanda bo'lib yashashingizni va mangu do'zax olovida kuyishingizni belgilab qo'ydi. Alloh o'zining rasulini va sizni boshqa mushriklardan muhofazalaydi. Hatto mushriklar qarshilik qilsa-da, Alloh bu e'tiqodni tarqatadi. Gap faqat o'zingizda qoldi. O'ylab ko'ring. Bor. Yura qol, ketdik. Yur bu yerdan. Endi bularga ko'rsatib qo'yamiz. Yura qol. Hoy xoinlar, quloq soling. Ota-bobolaring e'tiqodidan uzoqlashib ketganlar, tinglang. Hoy Muhammad, tingla. Bizning butlarimizni tahqirlab, ilohlarimiz Lot, Uzzo va Hubal haqida yomon so'zlarni aytyapsiz-ki, biz bunga chidab o'tirmaymiz. Xudo haqqi, yana bir marta ularga yaqinlashsangiz, hammangizni chopib tashlayman. Ay xiyonatkorlar, quloq soling. O'zingiz ham, qullaringiz ham ko'z o'ngimizda. Pilla poyadan yurib osmonga chiqsangiz ham yuqoridan Muhammadga vahiy tushganiga ishonmaymiz. U Allohning elchisi ekanligiga va unga vahiy kelganiga qanday ishonaylik? Axir u bizga o'xshagan odam-ku. Bizdek savdogarlik qiladi, foyda oladi, yeydi, ichadi, yerda yuradi va uylanadi. Bunday bo'lish mumkin emas. Ilohlarimizni tahqirlashdan tiyiling, aks holda ular jazoingizni berishadi. O'z ota-bobolaringizni ustidan kulyapsiz. Qusay ibn Qilob va uning ukasi Zuhurni, Abdumannaf, Abdushams va Hoshim qavmini, Navfanni va Abdulmutallibni tahqirlayapsizlar. Nima, ularning barchasi mushrik bo'lishganmi? Hoy odamlar, bizning e'tiqodimizdan uzoqlashganlar. Bizning e'tiqodimizni va butlarimizni tahqirlay boshlamaguningizcha indamagandik, ammo bunisiga qarab turmaymiz. Bu ketishda sizlarni ham Bilol va Yosir oilasining taqdiri kutadi. To e'tiqodimizga qaytmaguningizcha sizlarni qiynashda davom etaveramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. Sallallohu alayhi va sallam. Sizlar sajda qilayotgan narsalarning zarracha qiymati yo'q. Axir o'z qo'lingiz bilan yasagan butlarga ibodat qilasiz va ularni Allohning sherigi deysiz. Bu butlar arzimas narsalardir. Ular siz Ibrohim alayhisalomning e'tiqodida bo'lgan vaqtingizda Makka tog'laridan terib olib kelgan toshlardan bo'lak narsa emas. Bu hali hammasi emas. Sizlar sudxo'rlik bilan kun kechirasiz. Qizlaringizni tiriklayin ko'masizlar. Haj amallariga ilgari buyurilmagan yangiliklarni kiritdingiz. Muqaddas oylarda taqiqlangan narsalarga ruxsat berdingiz. Bu taqiqlangan oylar Allohga tegishlidir. Hech kim ularni boshqa vaqtga ko'chirishga haqli emas. Katta gunohlaringizga yana haj amallarini inkor etishni, Qurayshiylarni xums deb atashni kiritib, arablarni shunday qilishga majburladingizki, bu gumrohligingizni yanada chuqurlashtiradi. E'tiqodingizga yana ko'p narsalarni kiritib, buni ota-bobolarimizdan qolgan dedingiz.
Alloh haqqi qasam ichamanki, bu mushriklik. Sizning taqdiringizni Alloh hal qilsin. Nimalar deyapsan? Shoshma gapini gapirib olsan. Marhamat, gapir. Rasululloh dedilarki, Alloh uni olqishlasin va ulug'lasin. Hoy betofiqlar, Muhammadni shunday qarshilaysizmi? u Allohning elchisi ekanligiga iymon keltirib qarshilaymiz va sharaflaymiz. Ey birodarlar, uni olqishlang va ulug'lang. Ya Alloh, Rasululloh Muhammadni olqishlagan va ulug'lagan. Allohning o'zi uni olqishlasin va ulug'lasin. Allohning o'zi uni olqishlasin va ulug'lasin. Yo'q, hammangiz aqldan ozganingizga shubha yo'q. Ey Qurayshiylar, Alloh sizlarni ogohlantirish, kirib qolgan xato yo'lingizdan qaytarish, Allohning yagonaligiga iymon keltirishingiz, shuningdek gunohlar va yomon ishlardan chekinishingiz uchun huzuringizga o'zining elchisini yubordi. Sizlar arablar ichida eng aqllisisiz. Eng qizig'i, odamlar sizdan ibrat olishadi. Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad Allohning elchisidir degan bir og'iz gap sizning najotingizdir. Nima uchun jannatda tayyorlab qo'yilgan abadiy farog'atdan kechib do'zax tomon qochayapsizlar? Ay sotqinlar, ovozingizni o'chiring. Sizlarni haqiqat yo'liga qaytaramiz deb kelgan o'zimiz ahmoqmiz. Ey Abu Talib, Alloh haqi o'tinaman. Yamanda Yahud ruhoniy va ukalaringiz Abbos hamda Abu Sufyon o'rtasida bo'lgan voqeani aytib bering. Ukam Abbosning aytishicha, Yahud ruhoniyi Abu Sufyon bilan uchrashganida jiyanim Muhammad haqida surishtiribdi. Ammo Abu Sufyonga aytib berganida ishonmagan ekan. Ertasi kuni o'sha ruhoniy Abbos bilan gaplashib o'tirganida, undan ham Muhammadning o'zi, ota-onasi haqida, uning shaxsi, xalqi orasidagi obro'si, rostgo'yligi va ezgu ishlari yana bir talay narsalarni so'rab, surishtiribdi. Abbos u haqida batafsil gapirib berayotganida, Abu Sufyon uning yonida turgan ekan. Abu Sufyon, keyin nima bo'lgandi? Shunday bo'lganda, ammo bu o'tmishda qolgan. Abu Sufyon bir kun oldin u bilan Muhammad haqida gaplashganida hamma narsani aytib bermagandi va ruhoniy u yahudiylar uchun qo'rqinchli odam emas deb ta'kidlagandi. Ertasi kuni Abbosning hikoyasini eshitgach esa u asabiylashib, u Tavrotda Muso payg'ambarga va'da qilingan arab payg'ambari-ku deb baqiradi. Yahudiy jazavaga tushib qoladi. U yig'lar, xuddi jonidan to'ygan odamdek o'zining yuzlariga urar va tirnardi. Abu Sufyon, shu so'zlarni tasdiqlaysizmi? Ha, Abbos rost gapirgan. Hoy Qurayshiylar, Muhammad Allohning elchisi ekanligiga ishonch hosil qiladigan vaqtingiz yetmadimi-kan, ha? Axir uning rostgo'yligi va fazilatlaridan xabardorsiz-ku. U tug'ilganidan beri yolg'on gapirmagan va gunoh ish qilmagan. Otamni Alloh rahmatiga olsin. Otam Varaqa ibn Naffal bilan birga Allohning rasulini orziqib kutgandilar. U haqida yangi xabarlarni eshitish uchun qancha izlagandilar. Ammo nasroniy rohib payg'ambarning keladigan vaqti yetganini va u Makkadan chiqishini aytib bergach, otam uyga shoshilgan. Ammo yo'lda o'ldirib ketishgan. Ruhoniy Buxayro qanday odam bo'lganini hammangiz bilasiz. Ba'zilaringiz safaringizda uni ko'rgansiz ham. Hatto jin va bashoratchilar ham uning kimligini bilishar va unga ishonishardi. Ey Abu Talib, bu yerga safsatangizni tinglagani kelganimiz yo'q. Sen bilan jiyaning haqida gaplashmoqchimiz. Chunki sen oramizdagi eng obro'li insonlardansan. Jiyaning nimalarga sababchi bo'layotganini ma'lum qilmagunimizcha, sen bilan munosabatlarimizni ham uzmoqchi emasmiz. Bu odam bizga nimalarni olib keldi? Otani o'g'ildan judo qildi, erni xotinidan ayirdi, qo'l egalari qulsiz qolishdi. Juda g'alati ishlar bo'lyapti. Afsungarlikning o'zginasi. Xudo haqqi, Mushabni dunyoda hammadan ko'proq yaxshi ko'raman. Uni qamab qo'ydim, ovqat bermadim, uydan haydab yubordim. U esa mendan yuz o'girdi. Muhammadning e'tiqodidan yuz o'girgandan ko'ra, o'lgani 1000 marta afzal ekanini aytdi. Uni uydan haydaganimda esa
mamnun bosh chayqab qo'ya qoldi. Buni qanday yashiribdi-ya? Tasodifan bilib qoldim. Aytganlarining barchasi haqiqat. Abu Sufyonning o'g'li ham unga ergashdi. Abu Uhayhning o'g'li ham Mag'zum qavmining barcha yoshlari unga ergashishdi. G'ayyash, Hishom, Valid ibn Valid, o'nlab obro'li insonlar va ularning farzandlari Muhammadga ergashmoqda. Hatto eng aqlli inson sanaluvchi Abu Bakr ibn Abu Quhoba va bizni badavlat amakivachchamiz Usmon ibn Affan va Usmon ibn Mahdun, ularning ukasi va Abu Ubayda ibn Jarroh ham. Darhaqiqat, bu juda ham g'alati ish. O'zimiz ko'rmaganimizda edi, ishonmagan bo'lardik. Nima deyishni bilmay qoldim. Mol davlatini qoldirib, Muhammadning e'tiqodi ortidan yugurib ketgan Mushabga nima bo'ldi ekan? Lot bilan qasam ichamanki, men hech qachon hatto bo'g'zimga pichoq tortilganida ham Muhammadning e'tiqodiga ishonmayman. Men Lot, Uzzo va Hubalga ibodat qilaman. Bu Hoshimiylarning buyrug'i. Hoshimiylar Qurayshiylarning hukmdori emasmi? Bundan ortiqroq olishuv bo'ladimi? Qurayshiylarning har bir farzandi ularga itoat etadi. Ular hech nimaga erisha olmaganlar. Qurayshiylar Muhammad va uni olib kelgan taomillarning ustidan kulib, mazax qilishadi. Ey Abu Tolib, jiyaning bizga xalaqit berishiga yo'l qo'yma. Aks holda Ey Abdul Hakam, biz Abu Tolibga yoqimsiz gaplarni aytgani kelganimiz yo'q. U bizning eng kattamiz, obro'li va oliy himmat inson. Ey Abu Tolib, sening jiyaning Muhammad biz ilgari sira ham eshitmagan xabarni keltirdi. Bular unga Allohdan nozil bo'lganmish. Xudo haqqi, u aytayotgan narsalarni biz tasavvur ham, hazm ham qila olmayapmiz. U o'z e'tiqodini o'tkazishga moyil deb o'ylab e'tibor bermagandik. Ammo u to'xtamayapti. Balki o'z dinini yoyishda davom etyapti. Makka aholisi ham unga ergashyapti. Kambag'allar ham, boylar ham, qullar ham, quldorlar ham. Oqibatda xalqimiz orasiga ixtilof tushdi. Abu Tolib, sen bilan do'stona aloqalarimiz va shartnomalarimizni saqlab qolgan holda huzuringga keldik. Axir sen Hoshimiylarning hukmdori va Qurayshiylarning eng yoshi ulug'isan. Biz shusiz ham tarang vaziyatni chigallashtirib, yuragimizda g'azab va bir-birimizga nisbatan nafrat yashashini xohlamaymiz. Ey Abu Tolib, Muhammad bilan gaplash. Balki bu qilg'inliklarni to'xtatar. U e'tiqodimizni toptayapti va bobo-kalonlarimizning e'tiqodi va hayot tarziga amal qilib, ular qilgan ishlarni davom ettirmasligimizni xohlayapti. u qashshoqlarni osmonga ko'tarib, boylarni ularga tenglashtiryapti. Shunday bo'lishi mumkinmi? Lot, Uzzo va Hubal bilan qasam ichamanki, qilayotgan ishini oxiri voy bo'ladi. Ey Qurayshiylar, Muhammad mening jiyanim. Mening uyimda tarbiya topib ulg'aygan. Uni xuddi o'z o'g'limdek ardoqlayman. Uning rostgo'yligini, halolligini va xush axloqli ekanligini, shuningdek turli kamchiliklardan xoliligini hammangiz bilasiz. Shuningdek, ruhoniy Buxayro bilan bo'lgan voqeadan ham arab bashoratchilari, yahud ruhoniylari va nasroniy rohiblari aytgan gaplardan ham xabardorsiz. Ularning bari Muhammad bo'lg'usi payg'ambar ekanligini ta'kidlashgandi. Muhammadni tinch qo'yinglar. Agar u ulug'likka erishsa, shuhrati sizlarga ham tegadi. Agar uning e'tiqodi tarqalmasa, bundan hech narsa yo'qotmaysiz. Yo'q, Abu Tolib, bunday bo'lmaydi. Uni aslo o'z holiga qo'ymaymiz va u keltirgan e'tiqodni qabul qilmaymiz. U bizni zinokorlik, sudxo'rlik, vaqtinchalik nikohlar va qizchalarimizni tiriklikni ko'mishdek odatlarimizdan voz kechishga undayapti. Ey Abu Tolib, agar Muhammad odamlarni yashirincha chaqirganida edi, ular orasida bunaqa to'z to'polon ko'tarilmagan bo'lardi. U esa bizning ilohlarimizni va Qusay bobosining e'tiqodini tahqirlagan holda ochiqdan ochiq da'vat qilyapti. Bu ishni o'ylab ko'rib, yechim topishini senga topshirmoqchimiz. Yaxshi. Jiyanim bilan gaplashib ko'raman. Qurayshiylar va'dasidan chiqishadi.
bizning munosabatlarimiz oldingidek bo'lib qoladi deb umid qilaman. Ha, biz ham shuni aytyapmiz. O'zimiznikilar bilan jang qilishni xohlamaymiz. Voy Ammor, qayg'uraverma. Bu qiyinchiliklar tugashiga oz qoldi. Sizlarning qilgan ishlaringizni hech qachon unutishmaydi. Islomdagi begunoh qurbon bo'lgan birinchi erkak Yosir, ayollar ichida esa Sumayya bo'ldi. Axir sizlar Yosir oilasidansiz-ku. Qaniydi ular bilan birga bo'lsam. Xudo haqqi, bu ota-onangni yo'qotgan paytdagi qayg'u emas. Men faqat o'sha la'nati Amr ibn Hishom o'sha so'zlarni aytishimga majburlaganidan g'amdaman. U meni shunchalar shafqatsizlarcha qiynadiki, chiday olmadim. Oh, qaniydi shu paytgacha o'lib ketgan bo'lganim deydi. Ammo endi uni tinch qo'ymayman. To jahannamga ravona bo'lguniga qadar izidan qolmayman. Bunga esa men yordamlashaman. Umar, hech kimdan qo'rqma. Sen bu ishingdan pushaymon bo'lib payg'ambarning qarshisida yig'laganingda men yoningda edim. Ular sendan yuragingda nima borligini so'radilar. Sen esa yuragingda mustahkam iymon borligini aytding. Shunda ul zot senga, agar ular seni yana shu ko'yga solishsa, o'sha ilgari aytgan gaplaringni aytgin dedilar. Abdulloh, o'zing nima deysan? Biz odamlar ko'zidan uzoqda ibodat qildik va oyatlarni o'qidik. Ammo endi ularni Ka'ba oldida o'qiymiz. Mayli, nima bo'lsa bo'lar. Biz sen bilanmiz. Otajon, Rasulullohimiz shunday deyaptilar. Amakijon, Alloh nomi bilan qasam ichamanki, o'ng qo'limda quyoshni, chap qo'limda oyni qo'yib, bu ishdan voz kechishimni buyurishsa ham rozi bo'lmayman. Yo g'alabaga erishaman yoki Allohning amri bilan o'laman. Jenginam, yig'layapsanmi? Sen yig'layapsanmi? Qayoqqa ketyapsan? Ey Muhammad, bor istaganingni gapiraver. Alloh haqqi, hech kimga va hech qachon seni xafa qildirib qo'ymayman. Xudo xayringizni bersin, ota. Alloh sizni yorlaqasin. Odamlar, nima deysizlar? Hoshimiylardan qo'rqib, Abu Tolibning istagini bajo keltirasizmi? Yo'q. Biz o'zimiz va oilamizning xavfsizligini o'ylabgina uning gaplariga ko'ndik. Alloh haqqi, Hoshimiylar Muhammadga zarar yetkazilishiga yo'l qo'yishmaydi. Oxirgi qoni qolgunicha uni himoya qilishadi. Unda qachongacha chidaymiz? Keling, uni chaqiriqlarni mazaxlab ustidan kulamiz. Bular bari vaqtinchalik narsalar, tezda yo'qolib ketadi. Hammangiz aqlli odamlarsiz-ku axir. Nega bunday vaziyatdan chiqish yo'lini topa olmay o'zingizni qiynayapsiz? O'zingda biron taklif bormi? Bir bahona topilmagunicha unga rahim shafqatli bo'laylik. To'g'ri. Mehribon va rahimli Allohning nomi ila boshlayman. Rahmon Qur'onni o'rgatdi. Insonni yaratdi. Unga bayonni o'rgatdi. Quyosh va oy hisobidadir. O't o'lan ham, daraxtlar ham sajda qilurlar. Osmonni baland ko'tardi va adolat tarozini o'rnatdi. Mezonda haddingizdan oshmasligingiz uchun. Adolat ila o'lchang va tarozudan urib qolmang va yerni xaloyiq uchun qo'ydi. U yerda mevalar va gul kosali xurmolar bor va somonli donlar hamda rayhonlar bor. Bas Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'on deya olursiz? O'shir o'zingni. Buni Ka'bani oldida o'qiyapsanmi? Insonni sopolga o'xshash qurigan loydan yaratdi va jinlarni o't alangadan yaratdi. Bas
Robbingizni qaysi ne'matlarini yolg'on deya olursiz? Voy tirancha! Bizni jangga chaqiryapsanmi? Hali bizni mensimayapsanmi? Mana senga! Mana senga! Mana! U ikki mashriq va ikki mag'ribning Robbisidir. Bas, Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'on deya olursiz? Voy tirancha! Bizni jangga chaqiryapsanmi? Hali bizni mensimayapsanmi? Mana senga! Daryo-yu dengizlarni bir-biri bilan uchrashadigan qilib qo'ydi. O'rtalaridagi to'sdan oshib o'ta olmaslar. Bas, Robbingizni qaysi ne'matlarini yolg'on deya olursiz? Hoy, to'xtanglar! Nega uni uryapsizlar? U biz eshitishni xohlamagan narsamizni aytish uchun kelgan. U qashshoq, juldurvaqa kimsa? Bu yerda har kuni Qur'oni Karimni o'qiyman. Chunki bu yer Allohning uyi. Bu yerda uning o'qishim joizdir. Yaratgan haqqi biz ajoyib so'zlarni tingladik. Ha, juda ajoyib. Agar yana o'qiy boshlasang, seni o'ldiramiz. Xuddi Yosirni oilasini o'ldirgandekmi? Alloh guvoh, men yana o'qiyman. Alloh yo'lida jon berish qanchalar ajoyib. Ont ichaman. Hoziroq bo'yningni sug'urib olaman. Unga qo'l tekiza olmaysan. Qo'lingni tekkiza ko'rma. Bas, ikkovingiz Qurayshiylarni aynitdingiz. Aksincha biz ularni haqiqat yo'liga va haqiqiy e'tiqodga chorladik. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Ibn Hishom, men eshitgan narsalarni sen ham eshitdingmi? Ha, eshitdim, xutba, eshitdim. Muhammadning izdoshlariga yomonlik qilayotgan va ularning yo'lini to'sayotgan odamlarimizning sho'ri quriydi endi. Xudo haqqi ular o'z e'tiqodini endi yanada mahkamroq ushlashadi. Ular o'zlari istaganini undirish uchun bizga qanchalik ko'ngilsizliklar keltirishayotganini ko'ryapsanmi? G'aroyib ish. Axir bu din-ku. Bu yo'lda ular jon berishga ham tayyor. Xutba, o'zing nima deysan? Qara, Abul Hakam ibn Hishom jazavaga tushyapti. Ixtiyor o'zida bo'lganida Hoshimiylarni qirib tashlagan bo'lardi. Menimcha, ularga nisbatan og'ir bosiq bo'lganimiz, yomonlik tilamay Muhammad va Abu Talib bilan muloyim va do'stona muomala qilganimiz ma'qul. Qara, Muhammad Ka'baga kiryapti. O'zimni u tomondadek qilib gaplashib ko'raman. Ey muhtaram Qurayshiylar! Men Muhammad bilan gaplashmoqchiman. Xutbaga qaranglar. Muhammadning oldiga ketyapti. Bundan hech bir foyda chiqmaydi. Qo'yaver, xutba bora qolsin. U oramizning kichigimiz. Biz bilan Hoshimiylar orasidagi vaziyat bir odam aytganidek, ular bizga yedirishdi, biz ularga yedirdik. Ular bizga ichirishdi, biz ularga ichirdik. Ular bizga berishdi, biz ularga berdik. Poyga boshlanganida ular bizda payg'ambar deb maqtanishdi. Yo'q, Lot haqqi qasam ichaman, hech qachon unga ishonmaymiz. Ey Muhammad! Hoy jiyanim! Sen oramizda, ayniqsa oilamiz va qarindoshlarimiz orasida qanday o'rin tutishingni yaxshi bilasan. Sen insonlarga buyuk xabar keltirding. Xalq orasiga qutquv solding va odamlar orzu qilgan narsalarni ahmoqlik deding. Ularning ilohlarini tahqirlayapsan va ajdodlarini mushriklar deyapsan. Meni gaplarimni eshitib ko'r. Balki takliflarimdan birontasi senga ma'qul kelar. Xo'sh, nima deysan? Abul Valid, gapiravering. Ey Muhammad, ey jiyanim. Agar sen bizga keltirgan narsa yordamida boylik orttirmoqchi bo'lsang, hammamiz pul yig'amiz va sen oramizdagi eng boy odamga aylanasan. Izzat, obro' kerak bo'lsa, seni hukmdorimiz qilaylik va har borada maslahatingga kiraylik. Agar saltanat kerak bo'lsa, seni podshohimiz qilaylik. Agar tushingda va o'ngingda ko'rayotganlaringdan qutula olmayotgan bo'lsang, unda
tabib topaylik, haqqini o'zimiz to'laymiz. Ba'zan inson birovning ko'magisiz kasallikdan forig' bo'la olmaydi. Abul Valid, Rasululloh gapingiz tugadimi deb so'rayaptilar. Ha, Muhammad tugadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sizdan mana bu oyatlarni tinglashingizni iltimos qilyaptilar. Mehribon va rahimli Allohning nomi ila boshlayman. Ha, mim. Bu Rahman va Rohim tomonidan nozil qilingandir. Biladigan qavmlar uchun oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. Xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi bo'lgan holidadir. Bas ko'plari undan yuz o'girdilar. Endi ular eshitmaslar. Ular qalblarimiz sen da'vat qilayotgan narsadan g'iloflardadir. Quloqlarimizda og'irlik bor. Sen bilan bizning oramizda esa parda bor. Bas sen amalingni qilaver, biz ham albatta o'z amalimizni qilguvchilarmiz, dedilar. Qaraylar, xutba joni dil bilan tinglayapti. U ham sehrlanib qolmas deb umid qilaman. Uning o'g'li Abu Huzayfa sehrlanib qolgandi. Amakimning siz aytgan narsalardan himoya qiladigan aqli bor. Abu Bakrdan aqlliroq odam yo'q edi, ammo u ham shu ishni qilib, e'tiqodimizdan yuz o'girdi-ku. Abul Hakam jim bo'l. Qara, xutba qaytib kelyapti. Ey tavba! Abul Validning yuzi u yoqqa ketayotganidan ko'ra butunlay boshqacha-ku. Qani bo'l, Abul Valid. Bir boshdan gapirchi. Men ilgari sirayam eshitmagan narsalarimni tingladim. Bu ash'or ham, afsun ham, bashorat ham emas. Ey Quraysh ahli, mening gaplarimni tinglang. Bu odam va uning qilayotgan ishlariga aralashmang. Xudo haqqi, undan uzoqroq yuring. Men undan eshitgan so'zlarning kelajagi porloq. Agar undan arablarga zarar yetsa, uning sizlarga daxli yo'q. Agar u g'olib chiqsa, uning hukmronligi va buyukligi sizniki bo'ladi. U bilan birga eng baxtli inson bo'lasizlar. Gaplarimni yaxshilab eslab qoling. Ey Abul Valid, u seni afsullab qo'yibdi-ku. Bu mening fikrim. Sizlar qanday xohlasangiz shunday yo'l tuting. Yo'q. Xudo haqqi qasam ichaman. Yo biz undan ajralamiz, yoki u bizdan ajraladi.